Bugun do'stlarga yurtimizda yuz bergan to'liq qiziqarli bir voqeani so'zlab bermoqchi. Voqeani 19-asrning oxiridan boshlab so'zlash to'g'ri keldi. Ayni davrda Yevropadagi nurg'un madaniyatshunos, tarixchi arxeologlar Şinjandan iborat bu zamonga nihoyat ishtiyoq bog'lagan. Chunki Şinjandan qiziqlangan tarixiy yozma va buyumlar Yevropada nihoyat yaxshi olqishga erishgan bo'lib, Şinjandan iborat bu ichki quruqliq ularning nazarida nagil borsa qadimki buyumlar uchrab turadigan oltin makon edi. Dal mushu davrda Xotanda yashagan Ilibning sunuqidan bexabar Islom Axun ismli bir taqchi ayni vaqtda Yevropani zilzilaga solgudek bir ish tergan. Islom Axun boshqalardan ajnabiylarning qadimki qo'lyozmalariga nihoyat qiziqadiganligi ham nurg'un pul xarjlab setib olganligi to'g'risida xabar olib, o'yla oxiri qadimiy Xotan qog'ozidan foydalanib, qadimki yoziqlar, arab, fors yoziqlarini aralashtirib, o'zim bilmaydigan belgi harflar orqali bir kitobni tuplab, uni islab, qumga ko'mib, bayni qadimki kitob oltiga keltirib, shu zamonda Angliyaga qarashli Hindistondan kelgan Hamilton Bower ismli generalga 10 tuyoq eshak setib berdi. Bower bu qadimiy kitobni ayni davrdagi doniq Osiyo tadqiqotchisi, qadimiy yoziq tadqiqotidagi mashhur shaxs August Radulov Xonerga aytib berdi. Xoner bu kitobdagi yoziqlarga qarab, buning Karushti yoziqi yoki Bromi yoziqi, Xanzu yoziqi yoki qadimki Uyg'ur yoziqi va yoki Zanzu yoziqi ekanligiga hech hukm qila olmaydi. Bir qarshi shudek, bir qarshi emasdek. Oxiri Yevropadagi ilm ahli bu kitobga dunyodagi eng qadimiy kitob deb hukm chiqarib, bebaho go'harga aylantirdi. Ham bu kitobga Bower Putki deb nom qo'ydi. Bu kitobning maydonga chiqishi bilan Yevropa ilm sohasi zilzilaga kelib, butun diqqat nazari mush kitobga markazlashdi. Xoner bu kitobni nihoyat astoydil tadqiq qildi. Hatto u bu kitob to'g'risida maqola yozib, bu kitobning yoziqi men uchun texnik ro'shan emas. Bu balki mening bilim doiramning yetarlik emasligidan bo'lgan bo'lishi mumkin deb keng xalqdan kechirim so'raydi. Shunda qilib, Xoner bu kitobni 3 yil to'xtamay tadqiq qildi. Ammo hech bir natijasini topolmaydi. Oxiri Stein ismli toniq arxeolog bu ishga aralashib, Islom Axunni tutib, uningdan bu kitob to'g'risidagi haqiqiy uchurni egallaydi. Natijada Islom Axunning bir aldamchi ekanligi, Yevropani zilzilaga solgan Bower Putkining yolg'on ekanligi oshkorlandi. Bechora Xoner bu ishdan qattiq azobga qoldi. Eng ichinishligi, hech maktab yuzi ko'rmagan Iroq quruqliqdagi bir tog'chining o'zini 3 yil ahmoq qilganligi haqiqatan ko'tirib bo'lg'isiz ahonat. Bu yolg'on qadim yodgorlik yasash voqeasi ayni davrda butun dunyoga 19-asr dunyo ilm sohasidagi eng chong aldamchilik deb jakarlandi.